O'tirganda, turganda, tizzalarda qirtillash ovozlarining eshitilishi bu gonartroz belgisi. Ya'ni ikkita bo'g'im o'rtasidagi sinovial suyuqlikning kamayib ketishini hisobiga bo'g'imlarda shunaqa ovozlar eshitiladi va kuchli og'riqlar paydo bo'ladi. Gonartrozni yuzaga keltiradigan asosiy sabablardan bittasi bu ortiqcha vazn hisoblanadi. Undan tashqari organizmdagi defitsitlar, ya'ni kollagen sintezining buzilishi, gormonal o'zgarishlar, D3 vitamini tanqisligi, kalsiy, magniy, fosfor, mikroelementlar va makroelementlar tanqisligini hisobiga yuzaga keladi. Gonartrozni davolashda va oldini olishda uy sharoitida tabiiy yechim aytaman. Hammamiz bilgan va sevib iste'mol qiladigan Halodes. Haftada hech bo'lmaganda 2-3 marta muntazam qabul qilish kasallikni oldini oladi. Va undan tashqari kollagen sintezini yaxshilash uchun kollagenni muntazam ravishda iste'mol qilib turish mumkin. Yoshingiz 25-30 yoshdan yuqorimi? Albatta har kuni muntazam ravishda kollagen iste'mol qilish tavsiya etiladi. Sizning yoshingizga qaysi kollagen mos tushishini bilish uchun kommentlarda kollagen so'zini qoldiring.